tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Ma'lumki, kuz-qish mavsumida kunning sovishi natijasida aholi punktlarida, tashkilot va korxonalarda yong'in xavfining oshishiga sabab bo'ladi. Shu bois yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar yanada kuchaytirish, shuningdek havo gaz aralashmasining chaqnashi va is gazdan zaharlanish hodisalarining oldini olish maqsadida yurtimizda shu yilning 15 sentyabridan 15 oktyabr kuniga qadar yong'indan ogohlik umumiy kampaniyasi oyligi joriy etildi. Oylik davrida birinchi galda mahallalardagi yakka tartibdagi va ko'p kvartirali uylarda xonadonbay profilaktik ishlarni tashkil etish, ijtimoiy soha obyektlar va tadbirkorlik subyektlarida ishchi xodimlari, shuningdek mahallalarda aholi bilan yong'inni oldini olish va sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan yo'l-yo'riq va mashg'ulotlar o'tkazish, tunda insonlar qoladigan maskanlarda profilaktik tadbirlarni tashkil etish. Ushbu bir oy davomida nafaqat Favqulodda vaziyatlar vazirligining kuch va vositalari, balki barcha vazirlik va idoralar hamda keng jamoatchilik yong'inni oldini olishga qaratilgan targ'ibot va aholi orasida tushuntirish ishlariga safarbar etiladi. Fursatdan foydalanib, barcha turkumdagi obyekt rahbarlariga davlat yong'in nazorati organlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda aniqlangan yong'in xavfsizlik qoidalari buzilish holatlari, kamchiliklar bartaraf etilishi lozim. Aziz tumandoshlar, yong'in xavfsizlik qoidalariga muntazam rioya qilishingizni va yong'indan ogohlik umumiy kampaniyasi oyligida faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz.